Selamünaleyküm yurttaşlar kanal siyatuvchiları. 4 etaj tozalığımızın ikinci etajında bir xonamiz 2 xona düzeltilgan 40 kvadratlı kvartiramiz sotib olgan. Her etajımızda 3 xonadan bo'ladi. Do'rimizdagi xonadan yurib chiqamiz. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, Xiva yo'li Brulер domlarning yonida bo'ladi. Bismillah. Birgalikda yurib tanishib chiqamiz. Jihozlar bilan sotib olgan ekan. Kelganimizdan keyin koridor, ham bir fonda, yan tarafimizda sanuzel, kuxnya, yan tarafında xonalar tushgan. Birinchi chetdan tushib tanishtirib boradigan bo'lsak, berimizda xonasi tushgan yurttaşlar. Birimiz o'zi katta xona bo'lgan, o'rtadan bo'lganlar ikki xona etib qo'ydilar. E'tibor beramiz ham bir fonda. Yan tarafimizda yana spalnya etib qo'ydilar. E'tibor beringlar. Hamma jihozlari qoladi. Srochni sotib olgan yurttaşlar ulgurib qolamiz. 100 millionning kreditim bor ekan, xudo xolasa beklab beradilar. Shu summani ichida bo'ladi. Bahasini gaplashsangizlar, shu summa ichida kelishib beriladi. Yan tarafımızda yine sanuzel. Vanna tuvaletçimiz buraya kafiyelden çıkıp turibdi yine. Humanliklerimiz taşalgan. Bu kontinikatorlarımız ötçememizde xonadamız issiq kanalı. Aynalarımız yine eshiklarimiz akva. Yan tarafımızda kuxnya joylashgan. Birimizde kuxnya joylashgan. Bu yerda yana 2 etajli xonadagimiz ham bor, konditsionerlarimiz ham bor. Aynalarimiz akva registrlar taşalgan yine. Kuxnya mebellarimiz ham tuzatilib turibdi. E'tibor beramiz. Hemen esas qaladı. Eğer de yurttaşlama vəzə gerekmi desəzdə, onda gəlsəzlər ham boladı. Du kontinikatorumuz bir onda atılğayına, etibar verənglə. Narxına gələn olsa yurttaşlar narxı 280 milyon sroy satıb qoyulğan, həmmə cihazı bilən. Cihazsız desəzlər ham gəlişsə boladı. Üstündə xuda xalasa telefonlar arasında. Etibarlar üçün rəhmət, sağ olunlar, salamat olunlar.